Sen qari va yolg'izsan, yaqinda hech narsaga yaramay qolasan. Yo'q. Mehribon Allohim, bergan mo'tabar umring uchun, bergan ne'matlaring uchun, tinchliging, xotirjamligim uchun ming marta senga shukronalar bo'lsin. Ming marta shukr. Yana qotgan nonmi? Juda achinarli. Ba'zilar buni hatto hayvonlarga berishyapti. Berayotgan rizqingga shukr. Bu kiyimlarni hozir hech kim kiymaydi, uyat. Sen juda kambag'alsan. Meni berkitgan, to'sib turgan shu kiyimlarim borligi uchun Xudoga shukr qilaman. Sen kun bo'yi ishlaysan va haliyam kambag'alsan. Shu ish orqali rizqimiz berayotgan yaratgan ekan. O'zingga shukr. Bu yerlarda adashib bo'lib ketasan. Adashganimda to'g'ri yo'l ko'rsatgan o'zingga shukr. Sen nima uchun boshqalarday yaratilmagansan? Yuragim urib turganiga Xudoga shukr. Sen meni nimalar deb xursand qilasan?